Jinxi Ejdershoyi Yorun Sultanning farmoniga kichikgina xisoblik qilganligi uchun buning kallasini yeyotgan tursa. Endi bu boshqa yerga bu olvaslar yomg'ir tilashga, xalga vaqtida yomg'ir yog'dirib bo'ron chiqarishga petina olayotidi. Yorun Sultan buni bilib turib yo'l qo'yotidi. Bu zodi qanday qish bo'lib ketdi. Bu mazmunni ko'pinchalarni so'ragan tinglar. Qizqidiqali birdan aqs yurganlarni birib, qo'nji qo'yib, domini alanglar. G'arib sayat nomli asarda Suamning Shanshan Palchi ustamning hikoyasini men ko'p so'zlab bergan. Endi bu yerda Palchi ustamning hikoyasida Jinxi Ejdershoyi mush Palchi ustam bilan ata yomg'ir yog'amdi, yog'mamdi degan to'xtatib uchib, endi bu turayotganligi uchun Yorun Sultanning bu ilohiy nizomini o'z maylicha o'zgartirib, shuning bilan Yorun Sultan tarafidan Tavus elindi. Yeni bu yerdeki Donghai Longwang, Sharqi dengiz Ejdershoyining Sunukung bilan munosabatini yaqin qo'shni turib, bu yana Qizilbosh tuynakni qishib kelganda haqiqiy qisqartib yomg'irni yog'dirib, tugnak boshning o'tini o'chirishga ma'qul bo'lmay turib oladi. Yeni qaraydigan bo'lsak, Fengshan oymiqiga kelgan vaqtning o'zida bu yurtga necha yilda yoqi yomg'ir yog'ishni yog'mag'achqa Sunukung hamda G'arb dengiz Ejdershoyini chaqirdi. Şu vaqtimizda bu klip voy Avliyo Azam Jinxi Ejdershoyining hikoyasini unutib qoldimi? Yorun Sultanning farmoni bo'lsa, men bir tomchim yomg'ir yog'dirolmayman deb turib oldi. Sunukung shuningla ochiqda Arish ordusiga chiqqandan keyin Yorun Sultan Sunukungni qaysidan qiynab, Sham oltin qulupni eritganda, bu yerga Tuxa yurish tog'ni yeb bo'lganda, buni ish bu yerga un tog'ni yalab tugatganda Anonikin ben Fengshan aymıqı yağmur ata qilma deb turib oldi. Sunukungga yüz vermeydi. Demek müşələr qarsak Yorun Sultandan yağmur yeşini bu telaş unda asayiş emas. Nurgullah bunun qilishini petinanmaydi Ejdershoylar. Biroq bu yerki qiziq xiren nommakli safirda bu yerki chirchigu, qaruchaqlar dövlti kelganda bu yerki 3 olvas chiqdi. Yo'lvas olvasdi. Buğa yeni birisi nima? Mush ushqa vaqtida bu olvaslar mush davlatga qolgan vaqtda yomg'ir yeshini tilab, yomg'ir yog'dirib bo'ron chiqarib turdi. Shundan podshoh bularni e'tiborlab davlat peshvolari deb hurmat qildi. Hamda bularning taqdiriga qarasak, aniqli davja darvishlar shunami? Bular yana mush yerning o'zida bu podshohlikda bu rohiblarni, buddistlarni qattiq chetga qoqdi, qiynaydi, bularning o'rnini egallaydi. Endi mushundaq vaqtimizda Tangsin qatorliqlar shogird bilan bu davlatga kelib qoldi. Shuning bilan bular qerishib, urushib qilib, mushishib qilib, shuning bilan baslashmoqchi bo'ldi. Bular bilan har xil usulda baslashni izlaydi. Umum jihatdan qarasak, Davja bilan Fojaning bir ziddiyati. Shunaqa. Shuning bilan bularning atamani yo'lvas darvesh oldi bilan Sunukung bilan yomg'ir yeshini yog'dirishda baslashmoqchi bo'ldi. Sunukung o'zicha arishliklar bilan munosabatim yaxshi. Bu qila olib qolsa, men qila olmayman, bu qilamiz, men qila olmayman deb o'ylaydi. Lekin Sunukungning o'ylimiga yerdan bu yerdagi yo'lvas darvesh yomg'ir tilashlik pashtiqqa chiqqandan keyin birinchi buyruqda havo tutiladi. İkinci buyruqda shamol chiqib yomg'ir yog'di. Uchinchi buyruqda bu to'xtaydi deydi. Deganidek bo'pti Sunukung hayron qoldi. To'xtab tur, o'z vaqtida men manda qilsam bo'lmagan. Bu nima shop ketdi, uzan bir chiqib baqay deb arishga chiqsa, osmonda bu yerga 4 muakkal, yomg'ir muakkili, shamol muakkili, chaqmoq muakkili qatorliqlar qarab turgan. Shuningdek bu sizlar nima bu olvasga yordam qilsizlar degandan keyin mushada bir muhim bir gap chiqdi. Yeni bu yerki yomg'ir muakkili elqayl Sunukung deydi. Biz bunun olvasda ekanligini bilmadik. Biroq bu Vulay Shunfa degan bir davjatki katta mushni biladi ekan. Buning ishlatganlik farmon yorligi, mash davjat yomg'ir tilaydigan, yomg'ir yog'diradigan ajoyib qisdatlik bir apsun. Bu naq mush buyruqni mash farmonni chiqadi. Shunlar Yorun Sultan buni ko'rib tasdiqladi. Shuning uchun biz yomg'ir yog'diryapmiz deydi. Mushadan bilsak bo'ldi, bu yerlik bu darvesh Jongzong Vulay fashlatibdi. Endi bu yerda chaqmoq muakkili, yomg'ir muakkili, shamol muakkili qatorliqlar chiqyapti. Demak, musharik bir farqini ko'rdinglarmi? Sunukungning yomg'ir tilishi bilan ma'loni o'xshamaydi. Birinchidan, bularning ishlatgan she'r absolut o'xshamadi. Ikkinchidan, Sunukung chaqirgan vaqtimizda kim yog'dirgan? Ejdershoylar kelib yog'dirmoqchi bo'lgan, yog'diramagan. Ma'lonikida yomg'ir muakkili, chaqmoq muakkili qatorliqlar chiqyapti. Demak, bu ismdan umum jihatdan qarasanglar ma'la Davjaning muakkallari, yer muakkili, ubudiylar Davjaning muakkallari bo'ldi ekan.
muakkel deganlar. Endi ma Ejdershoh Ubula fojianing o'ldiga. Endi bu yerdagi davjatki bu yomg'ir yog'dirish bu nizomini esa bu Epsunni davjatki eng katta avliyolar tuzgan mischilik sanching. Masalan, Yuanshi Tianzun, Taishan Laojun, Lingbao Tianzun qatorliqlar. Shuning uchun bularning tuzib qo'ygan narsa bo'lganligi uchun Yurun Sulton buni bir ko'simi har qatim ma'qul olmay amal yo'q deydi. Ya'ni bu yerdagi Yurun Sulton amaliyot bu 3 olvastining yuzini qilmadi. Ularning qilg'ini uchun ma'qul demidiylik sunukning yuzini qanday aksicha katta 3 cho'ng avliyoning davjodiki Taishan Laojun, Yuanshi Tianzun qatorliqlarning yuzini qilyotidi demoqchi. Tushuninglarmi? Ma ikkisining nurg'un farqidan qarasanglar butunlay Davja bilan fojianing ziddiyati. Shuning uchun sunukun qilgan vaqtning o'zida yog'magan, Yurun Sulton tasdiqlamagan, u bu ishlar yuz bergan bilan ma Davjatga alvaslarnikida ma o'xshamaydi degan. Endi tushuninglarmi? Tushungan do'stlar, ming bayda biz qo'yinglar. Yeni mushakka qaysi mazmunlarni tushungan bo'lsanglar, filmchida qoldisanglar, davomli sizlarga tushuntirib qo'yishga men tayyor. Rahmat.